Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiya kompaniyalari o'zbekistonlik migrantlarni ishga taklif qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya kompaniyalari o'zbekistonliklar uchun 38 mingta ish o'rni taklif qilmoqda. Migratsiya agentligining sudgacha va sud tartibida nizolarni hal etish bo'limi boshlig'i Islomjon Hamrayevning so'zlariga ko'ra, hozir Rossiyaning 90 dan ziyod kompaniyasi bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonliklar asosan qurilish, qishloq xo'jaligi, neft, gaz va energetika sanoati sohalarida ishlaydi. Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokosov mamlakat uchun foydasi yo'q bo'lgan migrantlarni quvib chiqarishni taklif qildi. Bu haqda vazir o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan video murojaatida so'z ochgan. Uning aytishicha, ish joyidan ayrilgan, oliy o'quv yurtlaridan chetlatilgan, barmoq izlarini topshirmagan, rus tilini o'rganmagan va jamiyatga foyda keltirmagan migrantlar mamlakatni tark etishi lozim. Kolokosov ko'chalar va turar joy hududlarida noqonuniy migrantlar bo'lmasligi kerakligini aytgan. Shuningdek, u migrantlar orasida jinoyatchilikka qarshi tizimli choralar ko'rishga chaqirgan. Vazir migratsiya bo'linmalaridagi navbatlarni bartaraf etish zarurligini ham qayd etgan va hujjatlarni o'z vaqtida shovqinsiz tartibli ravishda qabul qilishni taklif qilgan. Rossiyada migratsiya siyosatini keskinlashtirishning yangi bosqichi 2024-yilning bahorida boshlangan. Shu yil boshidan boshlab Ichki ishlar vazirligi nazorati ostidagi shaxslar reyestri ishga tushirilgan. Bu bazaga mamlakat hududida noqonuniy bo'lgan xorijiy fuqarolar kiritiladi. Aprel oyidan boshlab migrant bolalarni maktabga qabul qilishdan avval rus tilini bilish bo'yicha testdan o'tkazish tartibi joriy etilgan. Shuningdek, xorijliklarga nisbatan maxsus deportatsiya rejimi, kirishda qoidabuzarliklar uchun jarimalar, noqonuniy migrantlarga xizmat ko'rsatganlik uchun javobgarlik va istalmagan shaxs maqomi kabi chora-tadbirlar joriy etilgan. Rossiyaga asosan MDH mamlakatlaridan migrantlar keladi. 2024-yilda Tojikistondan 120 ming, O'zbekistondan 107 ming va Qirg'izistondan 105 ming kishi Rossiyaga kirib kelgan. Migratsiya siyosatidagi bu keskin choralar tufayli qo'shni davlatlar o'z fuqarolarining huquqlari buzilayotgani haqida bir necha bor norozilik bildirgan. 2024-yilda oktyabr oyida Tojikiston bosh vaziri Rasulzoda Rossiyaga kirish taqiqlari va deportatsiyalar ko'paygani, buning uchun xavfsizlikni ta'minlash kabi umumiy noaniq sabablar ko'rsatilayotganini ma'lum qilgan edi. Aprel oyida Moskvadagi Bodris hammomida o'tkazilgan antimigratsion reyddan so'ng Qirg'iziston Rossiya bosh elchisiga norozilik notasini topshirgan. Ushbu reydda respublika fuqarolari qo'lga olingan va Qirg'iziston tomoni Rossiyani bunday vaziyatlarga yo'l qo'yilmaslikka chaqirgan. 10-iyun kuni esa O'zbekiston ham Rossiya hududida o'zbekistonliklar ustidan o'tkazilayotgan tekshiruvlar yuzasidan xavotir bildirgan va migrantlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni talab qilgan edi. Rossiya tomoni O'zbekiston elchisining notasi asosida bildirilgan ma'lumotlarni diqqat bilan ko'rib chiqishni ma'lum qilgan edi. Rossiyada noqonuniy migrantlarni yollaganlik uchun jazo kuchaytirildi. Rossiyada hujjatsiz muhojirlarni ishga yollaganlik uchun jazoni kuchaytirildi. Endi ruxsatsiz yoki patentsiz xorijliklarni ishga olgan ish beruvchilar katta miqdorda jarima to'laydi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Agar kompaniyaning oddiy xodimi qonunni buzsa, u 70 ming rublgacha jarimaga tortiladi. Agar kompaniya yoki yakka tartibdagi tadbirkor muhojirni hujjatsiz ishga olsa, jarima har bir noqonuniy ishchi uchun 1 million rublga yetishi mumkin. Ish beruvchilar chet el fuqarosining patenti yoki ishlashga ruxsati bor-yo'qligini tekshirishlari, shuningdek, Rossiyada yashash uchun barcha hujjatlarni to'g'ri to'ldirishlari lozim. Agar bu shartlar bajarilmasa, u ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi va qonun bilan jazolanadi. Hujjatlarda xatolikka yo'l qo'ygan migrantga xatolarni o'zi tuzatishi uchun vaqt 10 sentyabrgacha uzaytirildi. Shu vaqtgacha siz Rossiyada qolishingizni
qonuniylashtirishingiz va barcha kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Ayni paytda Novosibirsk shahrida bir kunda Rossiya qonunchiligini buzgan 53 nafar muhojir chiqarib yuborildi. Bular Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolaridir. Qrim rahbari Sergey Aksyonov kelajakda mehnat muhojirlarga oilalarni Rossiyaga olib kelishni taqiqlashni va faqat mehnat vizasi bilan fuqarolikni olishni taklif qildi. U allaqachon shunday qonun loyihasini tayyorlamoqda. Agar siz Rossiyada ishlayotgan bo'lsangiz, sizda amaldagi patent yoki ruxsatnoma bo'lishi, shuningdek migratsiya qoidalariga rioya qilishingiz kerak. Aks holda muhojir uchun ham, ish beruvchi uchun ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman sudida 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi Taraga nisbatan sud jarayoni bo'lib o'tdi. U Rossiya tomonidan harbiy harakatlarda qatnashganlikda ayblangan. Fuqaro 2021-yilning may oyida u Sankt-Peterburgga pul ishlash uchun ketgan. Avvaliga hammasi joyida edi. 2024-yilning yanvarida Rossiyada yashash uchun zarur hujjatlari yo'qligi tufayli migratsiya qoidalarini buzgani uchun hibsga olindi. U tergov izolyatoriga tushganida politsiya unga agar u Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzsa va Ukrainaga qarshi jangga borsa, unga yaxshi pul va Rossiya fuqaroligi va'da qilingan shartnoma taklif qilindi. U rozi bo'ldi va 1 yillik shartnoma imzoladi. Shartnoma shartlariga ko'ra u to'g'ridan to'g'ri harbiy harakatlarda qatnashmagan. Leningrad viloyati Kamenka qishlog'ida harbiy istiqomlar qurish bilan shug'ullangan. 2024-yilning iyul oyida u buning uchun avvaliga 195 ming rubl, keyin esa yana 500 ming rubl olgan. Shundan so'ng unga oyiga 37 ming rubl miqdorida maosh tayinlangan. Ammo xizmat paytida uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar paydo bo'ldi. 2024-yil oktyabr oyining oxirida u qismdagi kasalxonaga yotqizilgan va keyinchalik Annapol shahridagi harbiy sanatoriyaga davolanish uchun yuborilgan. U 2025-yilning 1-yanvariga qadar u yerda qolgan. 13-yanvar kuni esa O'zbekistonga qaytdi. Sud majlisida u o'z aybiga iqror bo'lib, sodir bo'lgandan afsusda ekanini aytdi. Sud uni yollanma askarlikda, ya'ni u pul evaziga harbiy amaliyotlarda qatnashganlikda aybdor deb topdi. Unga 4 yil ozodlikni cheklash jazosi belgilandi. Rossiyada migrantlar kamaymoqda. Rossiyadagi qurilish obyektlarida ishlayotgan muhojirlar soni 500 mingga kamaygan. Bu ma'lumotlarni quruvchi Milliy assotsiatsiyasi rahbari Anton Glushkov Reynostovga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, bu ko'rsatkich 2025-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha qayd etilgan va o'tgan yilga nisbatan 15-20% ga kam. Biroq qurilish sohasida mehnat qilayotganlarning umumiy soni migrantlarning ulushi ortib 14-15% ga yetgan. Glushkov mehnat muhojirlar sonining kamayishini mamlakatdagi qurilish sur'atlarining sekinlashuvi bilan bog'liq bo'lgan ishchi kuchiga bo'lgan talabning kamaygani, shuningdek migratsiya siyosatining keskin choralari bilan izohladi. Shu bilan birga ekspert bu holatning ikkita asosiy afzalligini qayd etdi. Rossiyaliklar uchun xorijlik ishchilar bilan raqobat kuchayib ketdi. Migrantlar mehnati sifati oshdi. Ilgari ish beruvchilar mehnati arzonligi tufayli migrantlarni yollashni afzal ko'rar edi. Endi esa ish haqi kamayishi kuzatilmoqda. Xorijliklar ishchilar foydasiga bor yo'g'i 30-40% deya qo'shimcha qildi Glushkov.